Kuni kecha poytaxtimizda ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-amaliy metodik markazi hamda Toshkent amaliy fanlar universiteti hamkorligida dalillarga asoslangan ta'lim transformatsiyasi, baholashdagi tendensiyalar, muammolar va innovatsion yechimlar mavzusidagi xalqaro forum bo'lib o'tdi. Tadbir davomida umumiy o'rta maxsus, kasbiy va oliy ta'lim tizimida baholashning dolzarb masalalari atroflicha muhokama qilindi. Ilgari kundaliklar shunday ko'rinishda edi. Ammo vaqt o'tib, kundaliklar ham raqamli shaklga o'tkazildi. Tashkil etilgan forumda aynan raqamli platformalar, PISA kabi xalqaro baholash dasturlari natijalari, shuningdek sun'iy intellekt asosidagi tahliliy yondashuvlardan foydalanish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Mana shu konferensiyamiz aynan mana shu xalqaro baholash dasturlari, shu bilan bir qatorda mana shu xalqaro baholash dasturlariga tayanib ishlab chiqilgan hamda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi hamkorligida eksperimental ravishda o'tkazilgan milliy baholash tadqiqotlariga ham urg'u beradi. Forum doirasida mahalliy va xalqaro ekspertlar tomonidan asosiy ma'ruzalar tashkil etildi hamda panel muhokamalari o'tkazildi. Muhokamalar davomida ishtirokchilar o'zaro tajriba almashib, ta'lim sifatini oshirish va baholash tizimini takomillashtirishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalarni ilgari surdi. O'zbekistondagi ta'lim tizimi jahon darajasidagi o'quv dasturiga ega. Bu forum O'zbekistondagi barcha ta'lim tashkilotlari hamda manfaatdor tomonlar o'rtasida baholashning ahamiyati va ta'lim tizimining qolgan qismlari bilan bog'liqligi haqida tushuncha shakllantirish yo'lidagi juda muhim qadamdir. Tadbirda nafaqat maktablardagi baholash tizimi, balki oliy ta'lim muassasalarida ham dalillarga asoslangan baholash mexanizmlarini joriy etish to'g'risida so'z bordi. Bugungi hozir konferensiyada ham shu narsani alohida ta'kidlab o'tildi. Sinfdagi bolalarning bilimi o'qituvchini bilimidan yuqori bo'la olmaydi hech qachon. Ya'ni bu eng asosiy faktor, ya'ni o'qituvchi o'zini ustida doimiy ravishda ishlashi kerakligi va hozirgi kunda biz ta'limda nimani o'rgatyapmiz deydigan bo'lsak, ta'limda asosiysi bu tegishli ko'nikmalarga ega bo'lish. Ya'ni 21-asr ko'nikmalariga farzandlarimiz ega bo'lishi va mana shuni hozirgi mana Maktab ta'limi vazirligida joriy qilingan yangi baholash tizimida ko'rishimiz mumkin. Mazkur forum ta'lim tizimida baholash sohasidagi islohotlarni chuqurlashtirish, ta'lim sifatini xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish yo'lida muhim qadam bo'ldi. Zarnigor Tolib, Vohinjon Normurodov, Abdurahmon Zaripov, Ovozi informatsion dasturi uchun.